Abdurahmon, mana siz bilan hozir sizni men testdan o'tkazdim tanit apparati orqali. Tanit apparatimizda sizni yoshingizni, bo'yingizni, jinsingizni kiritganimizdan keyin u sizni 9 ta parametringizni o'qib berdi. 9 ta parametringizni o'qib berganligi nimasida? Mana qarang, ideal vazningiz 74 kg bo'lishi kerak. Sizda 74 kg bo'lganda sizda chiqyapti 82,7. Bu degani 6,7. 6 kg oshiqcha vazn bor degani. Tashqi yog'laringiz erkaklarda 21-23 bo'lishi kerak. Bokovoylaringiz, nima tomonlaringiz sizda chiqyapti 17,6. Teringizda tashqi yog'laringizda yog' yetishmovchiligi bor. Ichki yog'laringiz, tomir ichi yog'ingizda 3 bo'lishi kerak. Sizda bo'lyapti 9,5. Bu 3 baravarga tomir ichi yog'ingiz yog'larga to'lgan hisoblanadi-da. İmmun tuzumunuz rosa ham yaxshi 64,5. Harakatingiz 6 bo'lishi kerak. Sizda 5 chiqyapti. Harakat qilsangiz buni chiqarib oladigan darajadasiz. Lekin ovqatlanish kaloriyangiz 2500 bo'lishi kerak. Erkaklarda sizda bo'lyapti 2956. Bunda jinni noto'g'ri ovqatlanganligingiz kelib chiqyapti. Qarang, mana shu bitta savolda 2500 bo'lishi kerak erkaklarda norma deyapsiz. Bu yoshga bog'liqlikmi? Masalan, meni yoshim 55 bo'lsa, 55 ga kirgan erkaklarda erkaklarda 2,5 bo'lishi kerak. Yoshingizni nimasi emas. Norma. Ha. Bu 2956 degani yoqilmay qolgan kaloriyangiz. 2000 kaloriyani aytyapman. Ovqatlanish kaloriyangiz yoqilmay qolgan kaloriyalaringizda. Metabolizm yoshingiz, o'zingiz 55 yoshsiz, ichki yoshingiz 40 yoshni tashkil qilyapti. Bu ichki yoshingiz oshib ketib, tashqi yog'ingiz yetishmasligi hisobidan tashqi ko'rinishingiz ham ichki yoshlaringizdan 40 yosh chiqyapti. Lekin sizda noto'g'ri yog'larning kamligi nimasidan siz unaqa nima qilmayapsiz. Hansirash, boshqa nimalar bo'lmayapti. Suyak vazningiz manaqa, suyakdagi kalsiylaringizda, shularning sizlarda 4,5 bo'lishi kerak, sizda 3,4 chiqyapti. Jinni oqsil yetishmovchiligi boshqasi bor. Suv balansingiz, biz suv balansimiz 60-70 bo'lishi kerak-da. Sizda 53,4. Suv balansida kam, ha. Suvni yetkazib borsangiz, qarish, tirishlar tushishi, mayda ajinlar tushishi kamayadi-da, qarishi sekinlashadi. Men qarang, suvni ko'p ichaman, lekin shunda to'g'ri ichish kerak. Ha, to'g'ri ichish kerak. Suvni ham ichishni o'zini yo'li bor, qonun qoidasi bor. O'shani hisobiga siz ichgan suvingiz normada ko'rsatmayapti. Endi apparat bilan sizni tanishtiradigan bo'lsam, mana bu tanit apparati Yaponiyadan keltirilgan. Yoshingizni, jinsingizni, bo'yingizni kiritganimdan keyin sizni 9 ta parametringizni o'qib berdi. O'zingizni oyog'ingizni taydan chiqqan kuchsiz tok bilan. Men buni qo'shib ola olmayman ham, yozib ola olmayman ham. 0 bo'lgandan keyin o'zingiz chiqdingiz, o'zingizda ko'rsatib berdi. Men hozir mana shu apparat ustiga yalang'oyoq paypog'imni yechgan holatda chiqdim. Mana shu ikkala disk oyog'ini qo'yganimda mana shu ma'lumotlarni apparat berdi. Mana shu yozilgan pastdagi ruchka bilan yozilgan ma'lumotlarni apparat mana shu yerda ko'rsatib turdi. Bu yerda tepadagi qizilda bo'lganlar. Bu yerda asl normasi o'zi shu. Qizilda yozganlarim shunaqa chiqishi kerak, hayotiy davomida, ha. Bu oshib kamlari, apparat o'qib bergan. Apparat o'qib berganlari mana shu. Rahmat, hammaga tavsiya qilaman, kelib mana shu apparatda o'zingizlarning ichki holatlaringizni aniqlab olishingiz mumkin.